Assalomu alaykum. Bugungi videoda Oson Price'ning avtotanlash bo'limiga qo'shilgan yangi imkoniyat bilan tanishamiz. Yangi qo'shilgan imkoniyat bu toifa bo'yicha avtotanlash. Foydalanuvchi belgilagan byudjet asosida dastur mahsulotlarni distribyutorlardan avtomatik tanlab, savatga joylaydi. Tanlash jarayoni toifa bo'yicha ustuvorlik asosida amalga oshiriladi. Avval A toifa, so'ng B va keyingi toifalar ketma-ket tanlanadi. Toifalar esa mahsulotning dorixonaga foydali ekanligiga qarab belgilanadi. Toifalar va avtotanlash haqida birozdan so'ng batafsil tushuntiraman. Hozir esa avtotanlash uchun mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Buning uchun mening dorixonalarim bo'limida mahsulotlarni oson kassa integratsiyasi orqali yuklab olish kerak. Ushbu funksiyada ma'lumotlar faqat oson kassadan olinadi. Chunki toifalar oson kassadagi ABCDE XYZ hisobotiga asoslanadi. Mahsulotlarni oson kassadan yuklab olamiz. Oson kassani tizimga ulash jarayoni bilan ushbu videoda tanishishingiz mumkin. E'tibor bering, rejalashtirishda sotishni hisobga olish uchun qaysi variantni tanlashingizdan qat'iy nazar, toifalar oxirgi 30 kunlik sotuvlar asosida belgilanadi. Toifa bo'yicha ishlash uchun min va maxni hisobga olish opsiyasini yoqish tavsiya etiladi. Ma'lumotlar oson kassadan yuklab olindi. Bu bo'limda toifa bo'yicha avtotanlash uchun ikkita yangi ustun qo'shilgan va bitta ustun yangilangan. Bular filial toifasi va umumiy toifa. Filial toifasi mahsulotning aynan shu filialdagi toifasini ko'rsatadi. Umumiy toifa esa mahsulotning yuklab olingan barcha filiallar bo'yicha umumiy toifasini aks ettiradi. A toifa eng yuqori bo'lib, eng ko'p foyda keltiradi. Undan keyin B, so'ng C toifasi keladi. D va E toifalar faqat ma'lumot uchun ishlatiladi va avtotanlashda hisobga olinmaydi. Yangilangan ustun bu min va max miqdor. Ustundagi qiymatlar filial kesimida ko'rsatiladi. I belgisiga kursorni olib borsangiz, yuklangan barcha filiallar bo'yicha umumiy min va max qiymatlarini ko'rishingiz mumkin. Bunda min uchun barcha filiallardagi minimal qiymatlar yig'indisi, max uchun esa maksimal qiymatlar yig'indisi ko'rsatiladi. Mening dorixonalarim bo'limidagi ishimiz tugadi. Endi avtotanlashga o'tamiz. Toifa bo'yicha avtotanlash funksiyasi tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri mening dorixonalarim bo'limidan oladi. Toifa bo'yicha avtotanlash tugmasini bosamiz va tasdiqlaymiz. Ochilgan oynada summa limitini kiritamiz. Dastur kiritilgan summa tugaguncha mahsulotlarni avtomatik tanlaydi. Bu yerda toifa bo'yicha ustuvorlik va ketma-ket to'ldirish opsiyalari muhim hisoblanadi. Toifa bo'yicha ustuvorlik tanlanganda byudjet avval A toifa mahsulotlarga yo'naltiriladi. Ularning ehtiyojlari qoplanadi. Agar mablag' qolsa, shu toifadagi mahsulotlar min max qoldiqning min darajasigacha, keyin esa max darajasigacha yetkaziladi. Shundan keyin ham mablag' qolsa, B toifaga o'tadi va xuddi shu tartibda davom etadi. Keyin esa C toifa ham shu ketma-ketlikda to'ldiriladi. Ketma-ket to'ldirish tanlanganda esa dastlab A, so'ng B va undan keyin C toifalardagi qoldig'i 0 bo'lgan mahsulotlarning ehtiyoji qoplanadi. Agar byudjet qolsa, min va max belgilangan mahsulotlardan qoldig'i 0 bo'lganlar avval minimal darajaga, so'ng maksimal darajaga yetkaziladi. Aytib o'tish kerak, toifa ichida ham mahsulotlar tanlanishi ustuvorlik bo'yicha amalga oshiriladi. Ya'ni, masalan, A toifaning o'zida ham mahsulotlarning ustuvorligi mavjud. Tanlash jarayoni aynan shu ustuvorlik asosida ketadi. Va bu ma'lumot oson kassadan olinadi. Qolgan parametrlarni xohishga ko'ra oddiy avtotanlashdagi kabi soddalash mumkin. Barcha sozlamalar kiritilgach, qo'llash tugmasini bosamiz. Avtotanlash yakunlandi. Endi davom etishdan avval topilmagan tovarlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda topilmagan tovarlarni Excelga eksport qilish tugmasini bosamiz va yuklab olingan faylni ochamiz.
Faylda ikkita sahifa mavjud. Birinchi sahifada distribyutorlarda topilgan, ammo byudjet tugagani sababli tanlanmagan tovarlar ko'rsatiladi. Ikkinchi sahifada esa distribyutorlarda umuman topilmagan tovarlarni ko'rish mumkin. Ortga qaytib ishni davom ettiramiz. Endi savatga qo'shish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, dastur belgilangan byudjetdan oshmagan holda tovarlarni avtomatik yig'ib berdi. Qo'llash tugmasini bosamiz. Tovarlar savatga tushdi. Endi distribyutorga yuborish uchun buyurtmani yuklab olish va uni buyurtma qilingan deb belgilash mumkin. Bugun siz bilan osonprice.uz saytiga qo'shilgan yangi imkoniyat, toifa bo'yicha avtotanlashni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.